Aslida Alloh insonni iymon, e'tiqod bilan o'ziga ibodat qilish tabiati bilan yaratgan. Iymon bilan yashash joyiga qo'yilmaguncha muammolar bu yog'ini bekitsangiz, uyog'idan chiqaveradi. Lekin iymon bilan yashash jamiyat hamma unaqa bo'la olmaydi-ku deyishingiz mumkin. Tafakkur juda ko'p haqiqatlarni anglatadi. Insonning jismida yomon bakteriyalar bor, to'g'rimi? Mikroblar bor, to'g'rimi? Usiz inson yashamaydi, bo'ladi o'zi doim. Lekin sizni ichingizda o'sha ozgina mikroblar, bakteriyalar bor bo'lsa ham siz sog'lom hisoblanasiz. Nimaga? Ular me'yorda bo'lgani uchun. Shular haddan oshgan paytda siz kasal hisoblanasiz. Inson jamiyatdan asli iymon bilan, sof e'tiqod bilan yashaydi, butun jamiyat sog'lom jamiyat qilsa bo'ladi. Ammo 100% jinoyat yo'q bo'lib, 100% hamma taqvodor bo'ladi degani emas. Haligindek ozgina bakteriya turadi. Ammo jamiyat sog'lom hisoblanadi. Lekin bir yo'li uni urchib ketishi, jamiyatning tashvishga solishi xuddi bakteriya ko'payib jismni bezovta qilganga o'xshagan gap. Uni me'yorga tushirish asli inson iymon bilan yashashi bilan bo'ladi.